Bismillah. Assalomu alaykum. Qadrli YouTube'miz a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakasimiz mana tayyor bo'ldi. Bu yerimizda mana ikkita eshik, ikkita ron qilib berdik, o'qidan qilib berdik. Zanga qarab mana egasi shunaqa qilib bering dedi, mana Xudo xolasa mana qilib berdik. O'ta qimmat kraskalardan chachirgan mana. Bunimiz oq bo'ldi, ichidagilari kumush bo'ldi mana. Zamoylari ham qimmat zamoylardan. Xudo xolasa mana fasonlari ham o'ta chiroyli chiqqan fason mana. Dizaynlari ham o'ta zo'r mana Xudo xolasa. Eshiklarimiz razmeri 1.20 ga, 1.15 ga, bu 2.30 li eshiklar. Romlarimiz 1.30 ga, 1.65 li romlar. Kim kelsa telefon qila olasizlar. Xudo xolasa mana. Ularda ham rezinkalari bor mana. Cheklarida kesaklari mana perslangan. Kesaklari. O'nlardan perslangan. Mana ochilib yopirishlari, Xudo xolasa. Hozir qulab qo'ydim. O'ta zo'r chiqqan ekan. Bularimiz keladigan bo'lsa, bularimizni kvadratini, xo'sh. Buni 1.200.000 dan qildik kvadratini. 1.200.000 dan qildik. Kvadratini 1.200.000 dan qildik. O borib o'rnatib beramiz mana. Zamburlari o'ta chiroyli chiqqan. Mana shu holatda mana laklari ham qimmat lak tashilgan. Kim kerak bo'lsa telefon qila olasizlar. Oq men ichkariga oq qilaman deydigan bo'lsa, oqimizcha qimmatroq bo'ladi. Jigarranglar arzonroq bo'ladi-yu, bular oqcha qimmatroq bo'ladi. Kvadrat 1.200.000 dan qilib beraveramiz. Borib o'rnatib beraveramiz. Oshim-oshig'i, zamoylari, aynalari, yo'rkidasi, pena, mena, hammasi aynalari ham bo'ladi mana ularda. Borib o'rnatib berilaveradi. Kimga shunaqa kerak bo'lsa telefon qila olasizlar. Nomerimiz 91 487 0033. Kimga qiziqqan savollari bo'lsa, kommentariyada yozib berasizlar. Kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Agar javob berishga harakat qilamiz, kommentariyada yozsanglar, xudo xolasa. Bizdan kamchilik bo'lsa uzr. Hammadan xudo xolasa, endi hammadan kamchilik bo'ladi. Bitta sizlardan kanalimiz rivoji uchun bitta ham like, bitta podpiska ayamanglar, xudo xolasa. Kanal likelar tekin, xudo xolasa hammanglarga, kishilarga omad, kishilarga rivoj. Shunaqa eshiklar xudo xolasa hammanglarga nasib qilsin. Bundan ham zo'rlarni qilib beringlar inshaalloh.